Bulardan olsa sartaroshlik ekan ama. Tibbiyot kollejida o'qiganmiz. Qayerdansiz? Kollejda. Yo'q, qayerdansiz? Shu yerdan topdi. Mutaxassislik bo'yicha Kollej degan davolash. davolash. Sartaroshlikka deyapman. Sartaroshlik bo'yicha qanday bir o'qib hujjat olamiz? Ya shogirdlikka tushganman, qo'ldan keladi. Avariz bormi? Ha, sartaroshlik. İşlagansizmi? Sertifikat olgansiz? Evet. Necha yil ishlagansiz? Ja, ko'p emas. Ham xabarim bor. Olaveraman, mana shu ishlash. Endi bularda ko'proq ustira linear ishlatiladida. Tibbiy bemorlar. Hali bir yil bilan boshqa bilan ish olib boriladi. Yaxshi ishlash. Adashmasam Ismoil bo'lsa kerak ya. Islomga. Islom. Oy. Tanishtirdinglarmi? Qaysi yo'nalishga kelyapti? Sartarosh. Sartaroshlikka. Xatga javob yetib bordimi sizga? Oldingizmi qo'lingizga? Murojaatingiz bo'yicha biz rasmiy sizga anaqa berdik. Javob berdik. Xabaringiz bo'lsa. O'sha bo'yicha vakantlar ham e'lon qilgandik. Shu bo'yicha kelgansiz deb o'ylayapmiz biz tasavvurimiz bo'yicha. Xo'p, oldin shug'ullanganmisiz bu soha bilan? Ha, hozir emas. Qo'llanganman. Ya'ni aytavering. Siz anaqa qilavering o'zingizni. Qo'ldan keladi sartaroshlik, soch olishni. Siz saqlaysiz. O'zbek ishlagan ekanlar. Sertifikatlari bilan tushunchalar bor ekan. Shogirdlikka tushgan ekanlar. Alisher aka, Voy, savollar. Lola opa. savol berdingmi? Shogirdim sartaroshlik yarim stavka. Siz keraksizmi? Yarim stavkani o'ylaga o'ziga yarasha bo'ladi. Bir endi yarim stavkaga haqqini qatnash bor, boshqa bor. O'ylaga agar ertadan keyin menga o'ylik qoplamaydi deb yana muammo qilishingiz mumkin. Va yigit kishiga buni 1.700.000 oyliga yetmaydi yigit kishiga. To'g'risi ham 1.200.000 oylik. Ha, shunaqa? Ha, 1.200.000 bir stavkanikimi noto'g'ri kerak. Yo'q, shunaqa. Yarim stavkaniki 1.200.000 oylik. Endi Endi ichkariga sat. ular ham bor. Har kuni ish. Har kuni ish, yarim stavka bo'lsa ham har kuni kelish kerak. Qanaqa tartibda? Masalan, bir stavkalikka 8 soatlik bo'ladigan bo'lsa, siz 4 soatlik bo'ladi. Bu degani ertalabdan obedgacha degani. Shu tartibda ham shanba yakshanbadan 8-12gacha ish. 8-12gacha ish. Hop, ertaga noqulay vaziyatga tushib qolish kerak emas. Qaysi ma'noda? Siz oila boquvchisizda baribir. Xohlaysizmi, yo'qmi, oila boquvchisiz. Daromadlaringiz bilan bog'liq masalalarda nomutanosiblik yuzaga kelib qolishi mumkin. Shu jarayon ichida o'zingiz ham noqulay vaziyatga tushib qolmaslik uchun sizga oldindan ma'lumot beryapmiz. Oldin nogironlar bilan ishlaganmisiz? Aynan aqli zaif bo'lgan bolalar bilan ishlaganmisiz? Tajribangizda ishlaganmisiz? Narkologiyada ishlaganman endi. Ular Yo'q. unaqa emas. Yo'q. Anaqa Yo'q, ishlamagan. nogironlik bo'lgan, ya'ni aqli zaiflikni turli darajasidagi nogironlik bo'lgan shaxslar bilan ishlaganmiz. Yo'q. Xo'p, chunki ochig'ini aytamiz, bizni muassasada ham aynan shu toifadagi bolalar bo'lganligi uchun ular bilan ishlashda sal ozgina murakkablik yuzaga keladi.
va o'ziga xos bo'lgan tajriba kerak bo'ladi bizda. Aytishdimi qanday tartibda sartaroshlar bilan ishlanishini? Har xil bolalar bor. Ko'ngliga yoqmasangiz siz bilan yoniga yaqinlashtirmaydi. Bu olmasin deydi. Ha, Yo'q, nima? yaqinlashtirmaydi. Yaqinlashtirmaydi. Kerak emas deydi. Ko'ngil har xilda, ya'ni ularni ko'ngliga yo'l topib bilish kerak. Bu bolalar bilan ishlashda shu jihatlarga e'tibor qaratish kerak. Agar tig' bilan ishlaysiz, qo'pol qilib aytganda, qaychi bilan ishlaysiz, britva bilan ishlaysiz, yo bo'lmasam ustara bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. Shu jarayonlar ichida ularni sochi bilan soqolini olishga to'g'ri keladi. Sal qaltis harakat ham qo'pol qilib aytganda ko'plab murakkab vaziyatlar yuzaga keltirib qo'yadi. Unda javobgar shaxs siz bo'lasiz. Chunki ular bilan ishlayotganda bevosita tajriba, ko'nikmalaringiz bo'lgan bo'lishi kerak. Hop, qachondir umuman olganda sartaroshlik bo'yicha ham nimadir hujjatlar talab etiladimi, yo'qmi? Nima bo'yicha? Umuman sartaroshlik kasbi bo'yicha ham nimadir hujjatlar bo'ladimi? Ha, sartaroshlik bo'yicha bo'ladi. Bu qo'ydik. Masalan, o'sha yerda maishiy xizmat boshqargan. Maishiy xizmat kollejlarida. Maishiy xizmat. Men hozir bularni o'qimadim. Tibbiyot kollejini bitirgan. Tibbiyot kollejini bitirgansiz. Narkologiyada tashlagansiz. Haligi bo'ladi narkologiya, больницада. Yo'q, больницада haligi sutkanlar olib chiqib qo'yadi-ku. Ha, kirganda u. Kirganda 10 pul deydi. Ichganda borib qo'yadi. Bolalar ishlaysanmi? Ishlaysanmi bular? Yo'q, yo'q, u yerda ishlamayman. Nimaga chiqdi? U yerda ishlarim qiyinchilikka chiqdi. Rossiyaga borib. Uylanmaganmisiz? Yo'q. Dokument yo'q endi baribir. Islomjon, hop, xabar berasiz. Agar zarurat yuzaga keladigan bo'lsa, biz sizni bir kun yarim kunga sinov tariqasida bolalar bilan uchrashtirib ko'ramiz. O'zingiz sinab ko'rasiz. Qani, sochini olib ko'rasiz, soqolini olib ko'rasiz. Bizni o'zimizda anaqamiz bor, sartaroshimiz bor. Shu sartaroshni ishlab ko'rasizlar. Malaka ko'nikmalaringizga u ham baho beradi. Ertaga sizni u bolalar bilan qanchalik darajada qo'pol qilib aytganda til topib ketish olishingizni ham bir hisob-kitob qilamiz. Kelisha oldingmi? Sizga kadr telefon qilib bog'lanadi. Kelisha oldingmi? Sog' bo'ling.